Deyarli 30 yildan oshiq maktabgacha tarbiya va boshqaruv sohasida ishlab, katta tajriba orttirdim. Shu yillar davomida o'nlab kitoblar, maslahatlar, qo'llanmalar yaratib, bir qator shogirdlar yetishtirdim. Endi esa to'plagan tajribalarimni ko'proq insonlar bilan bo'lishish va ko'pchilikka manfaatli bo'lishi uchun media olamiga chiqishga qaror qildim. Assalomu alaykum. Men Akram va Dildora 2000-yilda Nizomiy nomidagi Pedagogika universitetini, Maktabgacha tarbiya fakultetini hamda 2005-yilda esa shu universitetni Defektologiya fakultetini tamomlaganman. Rahbarlik faoliyatimni Yakkasaroy tumanidagi 264-maktabgacha ta'lim tashkilotida boshlab, hozirgi kungacha bir qator tashkilotlarda rahbarlik faoliyatida ishlab kelmoqdaman. 2011-yilda esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida boshqaruv yo'nalishida ta'lim olganman. Bugun esa asosiy maqsadim yillar davomida to'plagan tajriba, bilim va amaliy yondashuvlarimni ota-onalar, pedagoglar hamda yosh mutaxassislar bilan bo'lishish. Chunki sifatli maktabgacha ta'lim bu jamiyat kelajagining asosiy bo'g'imi va mustahkam poydevoridir.